Menga qarang, shu faqat futbol orqasidan yuraverib, shu Yevropa futbollariga qiziqib, Barsa, Real deb yuravermasdan, o'zimizni hayotimizga ham sal qaraylik, sal. Uylanganmisiz? Farzandlaringiz bormi? Ota-onangiz hayotmi? Allohga shukr. Sal e'tibor qiling. Messi, Ronaldo, Mbappe ular sizni taniydimi misol uchun? Tanimaydi-ku sizni. Siz maktabga borasiz-mi, yosh bola? Maktabga borasiz, litsey, universitet. Shu o'qishlarni yaxshi qilib, undan ko'ra shu O'zbekiston faxri bo'lib, yetuk inson bo'ling. Ular sizni tanishsin, sizni ko'rishsin ommaviy axborotlarda. Ko'chada bolalarni ko'raman-da, mana shunaqasi ketaveradi-da. Telefonda. Qarasam, kontr yo futbol bo'ladi. Formalarni kiyib olishadi, shu fanatchi futbolchisini. O'sha futbolchisi yutqizsa yig'laydi. Nima qilsa shu bilan birga yashaydi-da. Yo'q. O'zimizni hayotimizda yashaylik. Men ham qiziqaman futbolga, to'g'ri, lekin o'zini miqdori bo'ladi-da. Shaxsan men misol uchun futboldan ko'ra shaxmatga qiziqaman. To'g'ri, siz qiziqmaysiz shaxmatga, lekin men shaxmatga qiziqqanim bilan ko'chada shaxmat o'ynab yurmayman-da, unchalik. Miqdorida dam olgan payti o'ynayman. Undan ko'ra ibodatlaringizni joyiga qo'yib, ota-onangizni xizmatini qilib, o'qishlaringizni yaxshi qilib qo'ying. Shu futbolchilarni tanimay qo'ya qoling, shu Mbappelarni. Arab tili dars o'tsam, o'quvchilarim hammasi yosh bolachalar. Futbol haqida Alloh ko'rsatmasin gap boshlab yuborsam, bilmasdan bir misol qilib, ibratli qilib ketadi-da keyin. Ustoz kecha Realga darvozabon gol urdi, ustoz kecha mamlaqa bo'ldi deb ketadi-da. Xayol faqat futbolda yuradi o'quvchilarning ko'pini. Nega? Shu Yevropa futboli bizni o'zi qamrab oldi. Afsuski.